O'zbek New York telekanali muxlislari. Bugun biz Amerikaning New Jersey shtatidamiz. Bugungi suhbatdoshimiz taniqli go'zal raqqosa, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Zamira xonim Salim bo'ladilar. Zamira xon, avvalo tabriklaymiz. Shunaqangi ajoyib shouni tashkil qilganingiz bilan. Mana siz oilangiz bilan Amerikadasiz. O'zingizni ijodiy ishlaringiz haqida gapirib bersangiz, marhamat. Mani ijodim avvalambor assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Mani ijodim shu O'zbekistondan boshlangan. Avvalo O'zbekistonda asli o'zi namanganlikman, tagim namanganlik. Shu Toshkentga 1993-yili keldim. Shu 93-yili kelganimda shu O'zbekiston xalq artisti, hurmat bilan aytaman, Viloyat opa Oqilovani qo'llariga keldim. U kishi menga san'at olamini, butun san'at olamini shunchalik chuqur darajada o'rgatdilarki, mana Xudoyimga shukr, shu san'atim, raqsim orqali mana butun dunyolarni kezdik. Oxiri shu Amerikaga ham kelib, mana Amerikada oila qurib qoldik. Endi bu yerda raqs orqali, shu san'atim orqali bu yerda ijod ham qildik. Shogirdlarimiz bor, qizlarga o'rgatyapmiz, qizlarimiz bor. Endi yanada bitta raqs bilan chegaralab qolmasdan biznes sohasiga ham qo'l urdim. Ya'ni porloq taqinchoq, ya'ni go'zallikka mos porloq taqinchoqlar biznesiga qo'l urdim. Shuni sizdan so'ramoqchi edim. Bugungi Zamira xon, bugungi mana shu siz tashkil qilgan shou, bugungi ko'rgazma, bugungi ajoyib bayramni siz o'zingizni umr yo'ldoshingiz bilan birgalikda sizlar tashkil qilgan ekansizlar. Sizga nima sababchi bo'ldi, nima turtki bo'ldi? Bu narsaga ham yanada san'atim, bilasizmi, san'at, ya'ni raqs san'ati turtki bo'ldi. Chunki o'zi biz shu raqqosalik kasbida doim hamisha insonlarni ko'nglini olish uchun chiroyli kiyinib, go'zallikka ko'proq e'tibor berib, har bitta libosimizga, ya'ni yaltiroq, albatta bir san'at tomonidan bir bezaklab berib qilamiz. Shu yana sababchi bo'ldiki, yanada shu raqs san'ati sababchi bo'ldiki, shu monchoq, taqinchoqlar bilan kelgan, bir-biriga mos bo'lgani uchun shu biznesda ketyapman, ya'ni. Demak, mana shu taqinchoqlar bilan o'zingizni go'zalligingizni, qalbingizdagi go'zallikni siz odamlarga in'om etmoqchisiz. Ham shu bilan birga mana shu ozgina bo'lsa ham biznesga qo'l urmoqchisiz. Ilohim omadingizni bersin. O'sha kunlarga yetkazsin, yaxshi kunlaringizga. Hozir shogirdlarim bor dedingiz. Agar sir bo'lmasa, shogirdlaringiz haqida ikki og'iz to'xtalib o'tsangiz. Albatta sir emas. Mana biz yaqinda ham shu Navro'z olamini qildik. Shunda ham shu qizlar o'zlari istashyapti, shu raqsingizdan bizga ham o'rgatsangiz, biz ham sizga shogird bo'lsak deb. Mana ulardan bir ismlarni aytib o'taman. Diloramxon Sharqi degan qizimiz, yana bir Nargizaxon bor, yana bir Jildoraxon, Umidaxon, Parvinaxon qizlarimiz. Bular ham shu raqs san'atini o'rganish holda o'zlarini hozir mana ko'rdingiz o'zingiz ham, bir qizimiz arabcha o'ynadi, ozgina bo'lsa ham yuragidan kelyapti, bilasizmi? Shu qizlarni hammasini yiqqan qoldi. Xudo xolasa biz yanada shu ijodimizni yuksaltirishga harakat qilamiz, harakat qilyapmiz. Ilohim omadingizni bersin. Zamira xon, yaqinda hammamiz bilamiz, xabarimiz bor, yangi yil kirib kelyapti. Ham uning ustiga mana bizni O'zbek New York telekanalini 2 yilligi bilan birgalikda bir konsert tashkil qilinyapti. Yangi yilga sizni tilagingiz, muxlislaringizga, Amerikadagi qolaversa yurtimizdagi muxlislaringizga tilagingiz, niyatingiz, marhamat. Rahmat butun yurtdoshlarimga, O'zbekistondagi yurtdoshlarimizga, butun oilalarimga, oilamga, o'tdagi O'zbekiston oilamga, hamma o'zbek yurtdoshlarimizga shu yangi yilni ilohim yaxshi kutib olsin. Hammalariga sog'lik, salomatlik, umrlari uzoq bo'lib, yanaga shu kunlarga eson-omon yetaylik. Hammamiz
yaxshi kutib olaylik yangi yilimizni. Rahmat. Rahmat, ilohim aytganingiz kelsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Siz go'zal raqqosasiz. Ana shu go'zallik sizni hech qachon tark etmasin. Oilangiz bilan, bola chaqangiz bilan sizlar qo'sha qarib farzandlaringizni rohatini ko'rishni Alloh sizlarga nasib etsin. Bu go'zallik, bu san'at sizni hech qachon tark etmasin. Shogirdlaringiz hamisha atrofingizda bo'lsin. Nimaiki niyat qilgan bo'lsangiz, Alloh shu niyatlaringizga yetkazsin. Yana bir bor tabriklaymiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sizni ijodingizni yana kutib qolamiz. Rahmat, sog' bo'ling. Rahmat sizga ham kattakon. Rahmat, sog' Salomat bo'ling. bo'ling. Xo'p, rahmat. Aziz mehmonlar, bizda yana bitta mehmonimiz bor. Haligina bir qo'shiq aytdilar, aytib o'tmadik ismlarini. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan Izzatilla akamizni Xo'ja guruhining qadrdon ukalari, ya'ni shu Xo'ja guruhining solisti Tohirjon Ibrohimov shu yerdalar. Shu kishiga navbatni bersakda, davri sizga muntazir. Marhamat Tohirjon. Marhamat, davraga taklif etamiz. Olar hayolim, dilagim bir dunyoyim, sevgim yonimda doim. Qalbimga to'ladi, orzu havas qiladi, seni zolim olardim. Nega shodlik sig'adi, seni sevadi, bo'lmasang yonimda doim. Dilimda bor deman, o'zga bir yor deman, senga bir Dilimda bor deman, o'zga bir yor deman, senga bir mening ham.
Kollar yuttu hiç girmedin. Ey 3 gün dedin 5 gün dedin, aylar yuttu hiç girmedin.